Yo, bugun soat 10dami uyga keldim ishdan. To'g'risi ancha ushalib qoldim va o'ta charchagandim. Kelib shu karavotga bitta tashladim, umuman turgim kelmadi, rosa erindim. Lekin shunga qaramasdan o'zim yengib o'tib, bugungi planim bo'yicha trenirovkamni ham bajardim. Kichkina qadamlar din tomonga ham tashlanishni boshlagan, ya'ni zikr bilan istig'for aytish. Plus bilet, ya'ni PDD Bravoga o'qish bo'lsa, kitob o'qish. Shu ikkasi qoldi. Hozir po idее bularni ham qilaman. Lekin belgilab qo'yaman shunaqa qilib. Xo'p, undan tashqari hammaga challenge tashlagan bo'lardim. Challenge bo'lib qanday? Hamma o'zi uchun rutina tanlab, shunaqa qilib belgilab, hatto 21 kun davomida haftada bir kun dam olish kuni qo'yib, qolgan kunlar qoldirmasdan trenirovka bo'lsa, trenirovka, kitob o'qish bo'lsa, kitob o'qish. Shunga o'xshagan narsalarni boshlashi uchun challenge. Meniki boshlandi. Belgilab ketaman qilgan kunlarimni, qilmaganlarim orasida mana oppoq bo'lib qolib ketadi. Hammaga omad.